Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Ustaxonamiz lokatsiyasini so'raganlar uchun. Quva tomondan kelganda Go'zalli svetofordan o'tganda Yakut qishlog'i. Tashlar tumanidan kelganda Zarkindan o'tgandan keyin Yakut qishlog'i Go'zal svetoforiga yetmasdan ustaxonamiz mana shu yerda joylashgan. Mana ustaxonamizga ham kirib oldik akalar. Navbatdagi eshigimiz Quva tumaniga ketyapti. Xudo xolasa juda ham chiroyli, ideal, tiniq holatda bo'ldi. Bu eshigimiz laminatli, tillo palasali, kraska ichlari toza, yaxshi o'rtacha zamoylari xizmat qiladigan, xudo xolasa rezinkalari bor. Ko'rib baho beringizlar. Xohlagan eshigingizni, xohlagan rangingizda, xohlagan fasoningizda siz xohlagandek qilib uyingiz dizayniga moslab chiroyli holatda qilib bitirib Laklari ham bir alohida tema bo'lyapti. Hojaka mana bu yoqda. Mana bu yoqda sal to'qroq, seriyroq eshiklar. Bu ham xuddi tillo palasali, bu ham juda ham chiroyli, ideal holatda bo'lib chiqdi. Xudo xolasa ishlarimiz mana ko'ngildagidek. Bu yoq mahsulotlari ham xudo xolasa originaldan, tozasidan ishlatilgan. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. O'lchash, o'rnatish xizmatlari bepul. Negativ akalar uchun negativ bildiravermasdan oldin negativ bildiradigan ish qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oldinda hali yangiliklarimiz juda ham ko'p.